Hayit dasturxoni uchun o'zim qiladigan turetskiy chakchak. Un bilan komnatin temperaturali saryog'ni kroshka qilib olamiz. Alohida idishda tuxum sarig'i, qaymoq va kabartmani aralashtirib olamiz va kroshkali massaga solib xamir qoramiz. Shunaqa xamir holatiga yetadi va xamirlarni tuxumdek zvolachili qilib salafanga solib morozilkaga 5-6 soatga qotirishga qo'yamiz. Keyin olib мясорубкада shunaqa chiqarib olib qizigan duxovkaga tillarang bo'lguncha pishirib olamiz. Pishgan xamirlarimiz soviguncha biz krem qilib olamiz. Kremga men 2 xil sug'ushonкani o'zini ishlatdim, saryog' solmadim. Siz faqat varyoniy sug'ushonka ishlatadigan bo'lsangiz, ozgina saryog' solasiz. Bu krem boshida ozgina suyuq bo'lishi mumkin, lekin ozgina yarim soat komnatli temperaturada tursa, quyilishi boshlaydi. Va uni xamirimizga aralashtirib, xohlasangiz tarelkaga, xohlasangiz listga qotirishingiz mumkin. Formasini yaxshilab ushlab olgandan keyin ustiga shokolad, fistashka xohlagancha bezatasiz. Hayitgancha profilda juda ham ko'p zakaz qiladigan retseptlarimiz bor. Obuna bo'lishni maslahat beraman. Mana uy sharoitida chakchaklarimiz ham tayyor. Buni xohlasangiz dasturxoningizga, xohlasangiz klientga berishingiz mumkin.